Alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Hozir siz videoni prevyusidan ko'rganingizdek CapCut'ning Pro versiyasini tekinga ishlatishni o'rgataman. Videoni boshlashdan oldin mani kanalimga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana kerakli va qiziqarli ilovalar mana shu yerdagi yanani bossanglar, mana shu yerga Telegram kanalim turadi. O'sha yerga kirsanglar, o'sha yerga CapCut'ni Pro versiyasini tashlab qo'yaman. Yo bo'lmasa, o'sha videoning kommentariyasida Telegram kanalimni qo'yib, silkasini qo'yaman, o'sha yerdan olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimga o'tganlaringizdan keyin qanaqa bo'ladi? Telegram kanalimga o'tganingizlardan keyin mana shunaqa fayl turadi. Mana Telegram kanalimniki shu bo'yicha qidirsanglar ham chiqadi Telegramdan. Mana shunaqa CapCut'ni mana hozir. Mana CapCut Pro tekinga degan appga turadi. O'shani ustidan bosasizlar. Mana shunaqa chiqadi. O'rnatishni bosasizlar. Mana hozir Ustonovga qilyapti. Hozir mana bo'ladi. Hozir bu Ustonovga qilib bo'lgandan keyin sizlarga nimasini ham ko'rsataman. CapCut Pro versiyasi nimaga kerak deb aytasizlar. Bu video montaj qilganda yuqorida CapCut belgisi chiqib qolmasligi uchun, yana effektlarni Pro versiyadagi effektlarni ham ishlatish uchun juda kerak bo'ladi bu CapCut Pro. Agar o'zingiz sotib olmoqchi bo'lsangiz, narxi qanchadir, lekin aniq bilmayman. Lekin narxi bor. Sotib olmoqchi bo'lsangiz, ko'rsanglar bo'ladi. Play Marketdan tortganlaringiz. Mana chiqib ketamiz. Mana bu yerga keldi. Mana Ustonovimiz qo'shildi shu yerga. Ochamiz endi. Ochyapti. Mana agree and continue tugmasini bitta bosasizlar. Keyin new projectni bosasizlar. Ruxsatni berasizlar. Mana o'zi shunaqa nima chiqadi, oyna chiqadi sizlarda. Hozir men bitta rasm topib olay. Videomni pauza qilib turaman. Mana misol uchun bitta rasm tashlab oldim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu yerda CapCut'ni belgisi chiqmadi. Ko'rdinglar. Bu Pro versiya ishlayapti deganini bildiradi. Keyin bu oxirdagisini nastroykadan o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi CapCut'ni Pro versiyasini effektidan bitta qo'shib ko'rsataman ishonmaydiganlar uchun. Mana video effektsga kiraman. Devoy bir Pro versiyada turgan. Mana masalan birinchisi. Mana shu Pro deb ustida yozib qo'yibdi. Mana shu hozir ko'ramiz. Ochib olsin mana. Ochdi. Ustidan bitta bosamiz. Ok. Bosiladi hozir. Nima qilyapti? Videoga joylash uchun ochyapti. Hozir ochib olgandan keyin ko'rsataman.
Bu yerda pastlarga o'tsanglar mana bunaqalari Pro emas. Tekinga ishlatadigan versiyalarida ham bor, lekin Pro versiyadagi mana yuqorisida Pro yozuvi borlari nimada? Mana Pro yozuvi borlari. Play Marketdan tortganingizda ishlatib bo'lmaydi o'shani. Hozir bu ochib olsin, internetim sal nimaroq ishlayapti. Bu yog'iga ham o'tib ko'ramiz. Ha, mana tushdi. Mana effektimiz tushdi. Ko'rib turibsizlar, bitta bosamiz. Mana hech qanday nima deyotgani yo'q. Endi buni xohlasanglar ustolikka qilib ko'rsataman, kimdirlar ishonmaydi. Bu Pro bo'lgani bilan ustolikka qilayotganda problema bo'ladi deb. Mana bu yerda nima bor? Mana 1080. Bu yog'ini 50 qo'ysanglar ham bo'ladi, 60 qo'ysanglar ham bo'ladi. Telefoningizni nimasiga kuchliligiga qarab qo'yasizlar va hozir mana shuni bossanglar nima qiladi o'zingiz bilasizlar. Ustolikka qiladi. Mana eksport. Mana eksport qilyapti. Hozir ko'rsataman. Eksport tugasin. Mana ko'rganlaringizdek, mana video tayyor. Mana effekti bilan ishlayapti. Danni bossanglar bo'ldi, galereyaga tushadi. Endi sizlarga tekin versiyasini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanal YouTube'ning nimasida, sahifasida turadi yoki kommentariyada qo'yib qo'yaman. YouTube kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin.